Samarqandda hududiy boshqarma hamda Samarqand tumanlararo sudi tashabbusi bilan seminar tashkil etildi. Unda reklama qonunchiligiga rioya qilmaslik holatlariga nisbatan qo'llanilayotgan moliyaviy sanksiyalar muhokama qilindi. 2-3 shunaqa reklama bo'lsa bo'ladigan esa 1 milliondan ziyod chiqyapti. Bu ham tadbirkorlarga yuklama. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi biznes ombudsmanga ko'ra, tadbirkorlardan tushayotgan murojaatlar so'nggi paytlarda sezilarli oshgan. Shu murojaatlarning asosiy mazmuni endi o'sha reklama to'g'risidagi qonunchilik buzilganligi to'g'risidagi tadbirkorlik subyektini oldindan ogohlantirmaganligi yoki bo'lmasa jarima summalarini juda yuqori ekanligi va boshqa holatlar bo'yicha shu murojaatlar kelib tushmoqda. Jarimadan keyin bevosita huquq va manfaatlarga to'g'ri ta'sir qiladi. Bunda uni fikrini olish kerak. Jarima qo'llanilishidan oldin tadbirkorning fikri eshitilmayapti. Bu esa sudda jarimalarning bekor qilinishiga olib kelmoqda, deydi Samarqand tumanlararo ma'muriy sudi sudyasi. Sizlarda ham ishlaringiz faqat jarima qilishdan iborat emas. Prezidentimiz aytayapti, tadbirkorga erkin imkoniyat yaratib berilgan, ogohlantirish kerak, ularga yo'l ko'rsatish kerak. Tadbirkorlar bilan shu boshqarmalar o'rtasidagi tushunmovchiliklar ish qo'zg'atmasdan turib, ularga belgilangan shu jarimalarni qo'llash oqibatida tadbirkorlarning e'tirozlariga sabab bo'lib, sudlarga murojaat qilyapti. Unda nimaga kamchilikka yo'l qo'yapti boshqarma tomonidan? Ma'muriy taomillar to'g'risidagi qonun bor. Qonunda har qanday holatda ham shu tadbirkor bo'ladimi, fuqaro bo'ladimi, ularni eshitish prinsipiga rioya qilish kerak. Ular tinglanish prinsipiga rioya qilish kerak. O'zim shaxsan ko'rgan ishda, masalan, e'tiroz bor yo'qligi tekshirilmagan, ish qo'zg'atmasdan turib ko'rsatma berilgan, jarima qo'llanilgan. Ushbu jarimani shu sudda ko'rayotgan paytimiz bekor qilib, shu belgilangan nizom talablari asosida qayta ko'rib chiqish bo'yicha o'zlariga yukladik. Tadbirkorlar, sudyalar va mutasaddilar mavzu doirasidagi ochiq muloqotda ishtirok etdi. Yig'ilganlarga qonunchilikdagi o'zgarishlar haqida aniq va tushunarli ma'lumotlar berildi. Mo'tabar Nurmuhammedova, Ozodbek Nurmuhammedov, Samarqanddan.